Aytganimdek Tesla cho'tki qarasalaring S4 dan cho'tki short bo'ldi. S6 gacha. Keyin S6 dan yana bitta yaxshi move berdi. Breakout move bitta, shu bilan chop bo'ldi. Bitta chop bo'lgan sababi tam qanaqadir yangilik chiqdi, shu bilan uchdi. Ikkinchisi Nvidia bo'ldi. Qarasalaring Nvidia katta support bor edi. Bo'ldi. O'shalar ham balans qildi. 3 ga bo'ldi. Shu bilan chop bo'ldi. Sening news keldi, qanaqadir yangilik keldi, shu bilan uchdi. Man 9:30 da Nvidia kirdim. 9:30 da kirib short qildim. Short qarasalaring keldi. Supportda katta short qildim. $31 dan tushdi kontrakt. $25 $5 yutqizdim. Ikkinchisi Avigio save qildi. Avigioni $235 dan kirib $132 dan foyda ko'rdi. Почти $100 har kontraktdan. Mana $5 yutqizgan bo'lsam, hammasini cover qildim, yana ustidan $90 foyda ko'rdim. Keyin Nvidiani yana short qildim 9:34 dan. Ko'rsalaring 9:34 da 44 dami? 34. Okay. 34 da atroflarda yana short qildim. Break qilatsam, break qilmadi, yana nima bo'ldi? Keyin yana bekka kirdim. Short qildim. 44 dan $74 kontrakt tushdi. 77 dan sotdim yarmini. Почти $3 qildim. Keyin oxirgisini 71 dan $3 yutqizdim. Eng asosiy plyusdagi bilsang agar masalan stop lossim tight, masalan minusga kirdimmi, cut qilyapman scalpimda. Ko'rsalar Avigioni hold qilganman. Metdan olib почти shu yergacha hold qildim, ushlab turganman. Shuning uchun $2 yutqizganlarimni riski recover qildim, plyusga kirdim o'sha narxiga. Masalan, ko'rsalaring Avigioni S6 da qanaqa crash bo'lgan, S6 dan tushgan rosa. S6 aytganimdek S6 kuchli level squeeze bo'ladi odatda S6 dan tushganda. Qarasang bitta short qilsalaring bo'ladi. S4 da qaranglar, S4 da qildi, urib short bo'ldi. Volume juda ham muhim. Volume bo'lmasa, odatda bu camel pivot ishlamaydi. Shuning uchun hajm juda ham muhim. Keyin technical muhim. Yillik chart qarasalaring, yilligini hozir ko'rsat. Ko'rsalang katta gap bor edi. Bo'shliq bor edi. Shuning uchun ham watch listamda bu ham video.